Bu rasmga yaxshilab e'tibor berib qaranglar. Bu rasmda o'smir bola bor va bu bola bilan bo'lgan voqea sizni hayratga soladi. Bu bola Kendrick Johnson. U oddiy o'smir bola bo'lgan, maktabda o'qib, basketbolga borib yuradigan. Uni oxirgi marta 10-yanvar 2013-yil ko'rishgan. Maktabdan qaytib kelmagan. Ota-onasi kech payt politsiyaga xabar bergan va lekin politsiya e'tibor bermagan. Ertasi kuni sport zalda yosh bolalar sportivniy matni yonida krossovka ko'rishadi va bolalar o'sha matni yoniga borishganda Kendrickni o'lik tanasini topishadi. Devorda ham qon izlari bo'ladi, lekin ular u bolani qoni bo'lmaydi. Ota-onasi bu xabardan shokka tushadi. Lekin bolasini ota-onasiga ko'rsatishmaydi. Keyin ko'rsatishganda otasi o'z o'g'lini tanimaydi. Bolani tanasi ko'karib ketgan bo'ladi va tirnog'i qonaguncha tek-tegidan olingan bo'ladi. Militsiyalar buni случайный noxush voqea deyishadi, lekin 1 yildan keyin ota-onasi boshqa ekspertizaga beradi. Va ekspertning gapi ota-onasini shokka tushiradi. Ekspert bolani umuman ichki organlari yo'qligini, uni o'rniga polniy gazeta tiqilganligini aytadi. Organlari umuman bo'lmaydi. Organlarini o'rniga gazeta tiqib qo'yishgan bo'ladi. Eng qizig'i, maktabda bola yo'qolgan paytida u sport zalga kirganda nimagadir kameralar o'zidan o'zi ishlamay qolgan. Va maktabda uni 2 bola juda ham xafa qilib urishib yuradigan bo'lgan. Ularni lekin so'roqqa tutishmagan. Bu voqea hali oxirigacha ochilmagan, hech kim nima bo'lganini bilmaydi. Voqea haqida fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar kommentariyaga plyus qo'yish esingizdan chiqmasin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.